35 kunning 40 kungacha vaqt ichida 3 kilodan 5 kilogacha 7 kilogacha normal badan yig'iligingizni oshira olaysizmi? Shu badaningiz o'riqdan kiyim kiysangiz faqat yarashmayotgan. Chiroyingiz xunuk, put-qo'lda mag'dur yo'q, jon yo'q, ish xo'sh yoqmaydigan. Baş qaydigan ko'z oldingiz qorong'ulashigan, put-qo'llaringiz qish-yoz muzdek turadigan, isimaydigan. Azroq bir samirish orzuyingiz bor, badaniga bir at qudirish orzuyingiz bor do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, mushu mazmunga haqsiz yurakdan bilib berayotgandan keyin inkaslarning xo'belgarini ko'plab yo'llab qo'yish bilan birga, ostidagi yulduz belgisini bir besib, mushu filmni o'riq avoq do'stlarga olib qolsa, bir yo'llab qo'ysanglar, tini ojiz o'riq do'stlarimiz foydalanib qolsin do'stlar. Yana mushu tini intayin ojiz, mayli kichiklar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, o'rtaq iste'mol qilishga mos keladigan ximiylik hormondan xoli o'zimizning yurtimizdan chiqqan sap tabiiy mushunda ishonchlik tabiat xom materialini shundaqla mehizlar javrdan foydalanib ishlangan badanga aks ta'sirsiz hormonsiz bo'lgan oshqozon taljiga börekning xizmatini yaxshilab oziqlarning badanga shumirlashini ilgari suradigan qon to'liqlaydigan miyaning asli tush qobiliyatini yuqori ko'taradigan uyqu sifatini alaydi yaxshilaydigan immunlik kuchini oshirib umuman badanni quvvatlab badanni takshi tabiiy samaradadigan badan quvvatlaydigan unumini birda bir mayda bizga mushlab turib kapolatdan beradigan mahsulotga ehtiyoj bor do'stlar bo'lib qolsangiz 173 99 03 27 77 unlarni qo'shish orqali men bilan bevosita aloqalashib bizning unumini birda bir kapolat yasab turayotgan mahsulotimizni iste'mol qilsanglar bo'ladi. Sitovlab iste'mol qilish sizlardan unumiga birda bir kapolat qilish mana mendan do'stlar. Mahsulotni avval iste'mol qilinglar, undan keyin baho beringlar. Bizning mahsulotni iste'mol qilib bakkan do'stlar bo'lib qolsanglar, bizning mahsulotning unumi qandaroq ekan? Ya'ni rozi qiladimi, rozi qilolgan bo'lsa, inkaslarning xo'p belgisini ko'plab yo'llab qo'ysanglar do'stlar. Yana shundaqla o'riq aloq do'stlar bo'lib qolsa, mush mazmun to'liq bir yo'llab qo'ysanglar.